Barchaga assalomu alaykum. Bugun avtoyo'l jamoasi Namangan mashina bozorida shir qiladi. Oktyabr oyida biz Toshkent Sergeli mashina bozoridan yanvarda kutilayotgan o'zgarishlar haqida sharh qilgandik. O'sha videomiz ostida izohlarda ko'pchilik viloyatda bo'layotgan vaziyatni bilishni xohlagan va bunday ob-havoga qaramasdan bugun biz mashina bozoriga kelib sharh qilishga ahd qildik va yangi qahramonimizni topishga harakat qilamiz. Biz bilan qolinglar. G'amsiz Gamsız tuproq yo'qdir biroq. Nimaga hozir ham maskachilar metalamga olishadi? Benim peytonum konuşsanmı? Pick-up'ım bu boyda. Yili eskisini Sotama. 78 yıl pick-up maska için bu. Sotama. Pick-up maskach. Ha, 6 milyon bu sotama. Şadar puli. Qizlar ichrasin cheklab boq. Ha, bugun bozorda biz qahramonimizni topa olmadik. Bu ob-havo sharoitlari bo'lishi mumkin. Bu haqiqatda yangi qonunni ta'siri bo'lishi mumkin. Lekin biza haydovchilar bilan suhbatlashib, shunga amin bo'ldikki, mashinalar yo'q bo'lishiga boshqa omil ham ta'sir qilar ekan. Bu bo'lsa ham gaz. Kajonim böyle so'ramang iltimos. Gaz bermayapti. Qozoqchasiga aytaymi sizga? Gaz yo'q, aka yo'q. Ha, bugungi qahramonimiz faqatgina gazda yurar ekan. Chunki benzinni sarflash bu mashinaga isrofmish. Demak, bugungi bizning qahramonimiz Sitting in my car, it's where I want to stay. When I close my eyes, I dream of faraway places. I'm in heaven. va bugungi bizning qahramonimiz Moskvich 412. Oldi dumaloq faralar, qoraytirilgan radiator panjarasi, yon tarafga ko'chgan burilish chiroqlar va kunduzgi yoritish chiroqlari. Bu ko'rinish va tuzilishni Moskvich 412 faqatgina 1982-yilda Ijevsk zavodida ega bo'lgan. O'zi aslida masla degan tushuncha yangi mashinadan kelmagan. O'sha Sovet davrida mana bu mashinada ham ko'rsa bo'ladi, haqiqatda bir himoya qiluvchi qoplam o'laroq yog' sepilgan, ya'ni masla sepilgan. O'shaning uchun yangi chiqqan mashinalarni masla deb atashgan. Bu Moskvich ham masla. Avtomobil bironda ikkita farqli zavodda ishlab chiqarilganligi sabab uni tuzilishida va tashqi ko'rinishida har doim farqlar mavjud bo'lgan. Moskvich 412 1967-yildan birdamning o'zida Moskvada MZM keyinchalik AZLK zavodida va Ijevsk mudofaa korxonasi bazasida tashkil etilgan Ijevsk avtomobil zavodida ishlab chiqarilgan. Moskvada ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli 60% eksportga yo'naltirilgan va tashqi ko'rinishi shunga yarasha Yevropacha bo'lgan. Ammo ish zavodi mudofaa korxonasi bo'lganligi sabab u yerdagi Moskvichlar ko'proq ittifoqcha, jiddiyroq bo'lgan. Moskvichning orqa qismi ham qiziqarli detallar bilan juda boy. Agar yoshligini bir dona detali bilan ta'riflab ber desa, ko'plab variantlar ichida albatta Moskvichning 3 burchak burilish chiroqlari ham bo'ladi. Nimaga? Aynan 412-modeli uchun ushbu 3 burchak burilish chiroqlar juda xos. Chunki 408-modelda umumiy blok vertikal bo'lgan, lekin 412-modelda u gorizontal holatga o'zgargan. Moskvichlarning kechki varianti bo'lganligi sabab bu yerda yukxonani qopqog'i yo'q, pultdan emas. Maxsus mexanizm orqali ochiladi, lekin bu ham har doim bunaqa bo'lmagan. Birinchi Moskvichlarda yukxona qopqog'i salondan Sovet davrida ochilgan. Uning uchun Moskvichda maxsus trosli kalit bo'lgan. Kalitni tortilgan chog' yukxona qopqog'i ham ochilgan. Ammo u trosga hech kim ortiqcha e'tibor qilmagan. Vaqt o'tgan sari u tros zanglab uzilgan va eng kerakli paytda yukxona
ochilmasligi mumkin edi. Yukxona qopqog'i ochilmasa-ku maylim, lekin yukxonaning qopqog'ini ochmasdan turib, avtomobilga yoqilg'i quyib bo'lmasdi. Nimaga deysizmi? Chunki Moskvich avtomobillarida yoqilg'i baki pol qismida joylashib, unga keladigan quvur juda noodatiy joyda joylashgan. Lekin bu yerda benzabak quvuriga yo'l yo'q. Bu yerda Samares, ya'ni mashina benzinsiz yuradi, faqat gazda. Bunaqaga tayyor emasdim. Bak ishlatmaganimdan to'xlab osilib qolmasin deb qo'yganman. Mana bak. Yoqilg'i baki pol qismida bo'lganligi sabab Moskvichlarda ehtiyot balon har doim shu yerda, ya'ni yukxonani o'zida joylashgan. Vaqt o'tgan sari ko'plab odamlar, muhandislar bu balonni xuddi Jigulilardagi chap tarafga ko'chirmoqchi bo'lishgan, lekin bu g'oya rivojini topmagan va umr davomida ehtiyot g'ildirak shu yerda joylashgan. Moskvichlarda eshik tutqichlar ham avtomobil bilan birga o'zgargan, ya'ni restyle bo'lgan. Birinchi Moskvichlarda esinglarda bo'lsa, bunday tutqichli va tugmali eshik tutqichlari bo'lgan, lekin Ijevskda 82-yildan keyin u shunday bir kalitga o'zgargan, ammo buni tarixi unchalik yaxshi emas. Ha, Moskvich tashqi ko'rinishining xilma-xilligi juda ko'p bo'lgan. Birinchi 408-modeldan 412 ga o'tar modellar 4 farali bo'lgan. AZLK modellari 4 burchak faralar va ular ustida nikel kipriklar bilan ajralgan. Ish modellari esa asosan dumaloq faralar bilan jihozlangan. Ammo umumiy kuzov tuzilishi sobit qolgan. Biroz orqasi cho'kkan siluet, faralar ustida qoshdek biroz chiqib turgan kapot qismi, orqa qanotlar suzgich shaklida bo'lishi. Bularning barchasi Moskvichlarga xos bo'lgan dizayn koddir. Ko'plab tashqi o'zgarishlar bilan birga Moskvichlarda yana maxsus Moskvich 412 yozug'i ham juda ko'p o'zgargan. Moskvichlarning birinchi modellarida, ya'ni 70-yillarning modelida Moskvich so'zi juda kaligrafik, bunday gajeklar bilan yozilgan, lekin vaqt o'tgan sari avtomobil bilan birga bu yozuv ham juda soddalashib ketgan. Opa! Bu avtomobilda motor qismi to'liqona sovet muhandislarining gavhari deb atasa bo'ladi. O'sha davrda 408 dan 412 ga o'tar choq muhandislar Opel Kadett motori tuzilishidan to'liqona voz kechib, mutlaqo yangi bo'lgan UZMA 412 indeksli yangi motor yaratishadi. Yengil avtomobil uchun eng optimal 1,5 litrli hajm, 75 ot kuchi, 108 Newton-metr aylantirma lahzasi. Moskvich motorining ko'rsatkichlari o'sha davrdagi avtomobillar akulasi, ya'ni gaz 24 motoridan ham kuchliroq deb aytsa bo'ladi. Bu avtomobil nafaqat sovet grajdanlarini, balki avtomotosportchilarni ham mehrini qozongan. Moskvichning motoriga avtosport vakillari bittada e'tibor qaratishgan. Kichik o'zgartirishlar bilan motor quvvatini 75 dan 92 ot kuchigacha bemalol ko'tarsa bo'lardi. Muhandislar hattoki maxsus 2 valli motor ham yaratishgan. Maxsus sinovlarda bu motor turi juda ajoyib natijalar ko'rsatgan. Motor o'z qudratini turli Yevropa avtopoygalarida namoyish qilgan va bir qanchasida g'alaba qozongan. Aynan shu yutuqlar avtomobilning obro'sini Yevropada juda ko'tarib yuborgan. Ayni mishmishlarga ko'ra, sovet muhandislari o'sha paytda mashhur bo'lgan BMWning M115 motorini to'liqona ko'chirib olishgan. Lekin bu bunday emas. To'g'ri, o'xshashlar bo'lishi mumkin. Lekin tuzilish jihatidan bu motor mutlaqo farq qiladi. Bu yerda alyumin korpus bo'lib, chugunli gilzalar o'rnatilgan. Muhandislar imkon qadar ta'mirlovga oson bo'lgan motorni yaratishga harakat qilishgan va buni uddalashgan. Bu motor hikoyasida juda dilxira qiladigan bir nuqtasi ham mavjud. Motor 408 dan 412 kuchaygan choq, uni ketidan uning uzatmalar qutisi o'zgara olmagan.
uzatmalar tushishi juda qiyin bo'lgan. Orqaga uzatmalar to'g'risida men gapirmasam ham bo'ladi. Natijada shunday bir qaraganda omadli avtomobilda kamchiliklar ham topilgan. Погоди ты. Чего годить? Коробка полетела. Moskvich 412 ning saloni bu salon emas, bu to'liq bir davr mashinasi. Bu hidlar, bu nostalgik tuyg'ular, buni ta'riflab berish juda qiyin. Moskvich 412 ning saloni oddiy o'sha davrdagi sovet avtomobillariga xos salon. Lekin bu ish komplektatsiyasi bo'lganligi sabab bu yerda torpedka maxsus yumshoq plastik bilan qoplangan. Bu yerda uskunalar paneli o'sha to'rtburchak uzunchoq bo'lgan. Aynan ishda ishlab chiqariladigan Moskvichlarda juda zo'r bir fishka bo'lgan. U ham magnitola yokida radiopriyomnik. Buni tutqichi bor. Bunday ahamiyat bersangiz, bu chiqar edi, lekin hozir chiqara olmaymiz, chunki bu yerda maxsus qulfi bor ekan. Har xil odamlar o'g'irlab ketmasligi uchun xavfsizlik tizimi ajoyib. Bu avtomobilda yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Bu ham o'rindiqlarning g'ilofi bo'ldi. U sun'iy charm bilan qoplangan. Sovet avtomobillarida sun'iy charm ishlatishi men uchun juda g'ayri tabiiy bir narsa. Lekin bu o'zgarish AZLKda bo'lgan. Ya'ni 412 Moskvich 2140 modelga o'tar chog'i u yerdagi salonlar ham, ya'ni o'rindiqlar g'iloflari sun'iy charm bilan ishlangan. Va aynan bu avtomobilda sun'iy charm o'tgani men uchun juda g'ayritabiiy narsa. Yoshligimni yana bir eslatib yuboradigan narsa aynan eshiklarni ochish kaliti. Bu men yoshligimda xuddi country gitaralar bo'lardi-ku, amerikanskiy, ting-ting-ting-ting Tom Jerry'lar o'ynaydi-ku. O'sha gitarani eslatardim. Men har doim qaraganimda o'sha gitara ko'z o'ngimda kelardi. Yana bir katta o'zgarish 412 Moskvichlarda bu uzatmalar qutisi kaliti. Ha, bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin 408-modelda u rul ostida joylashgan. Hattoki ruchnoy tormoz ham bu yerda joylashgan. Va muhandislar 412 Moskvichda uni biz o'rgangan standart holatga keltirishgan. O'sha payt Sovet davrida juda moda bo'lgan qo'l bola to'qima g'iloflar. Bu juda ajoyib. Men birinchi marta bunday avtomobilda buni ko'rishim. Ishning, ya'ni Moskvich 412 ning rullari ham juda ajoyib ishlangan. U vaqt o'tgan sari tabiiyki tashqi ko'rinishi bilan birga o'zgarishlarga duchor bo'lgan. Bu yerdagi halqa ajoyib bo'lsa ham signal vazifasini bajaradi. Ya'ni bunday bosdan tet qilish kerak edi, lekin bu avtomobilda akkumulyator o'tirganligi sabab faqatgina mana tet degan ovozimni eshityapsizlar. Mip 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 mip. Rostakam masla mashina Moskvich 412 87-yil ishlangan, narxi $5,500 deb baholanyapti. Bunga o'xshash masla mashinani siz yana Avtoelon Uz bepul ilovamizda topishingiz mumkin. Avtoelon Uz avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Havolalar biriktirilgan. Ahmet, zanar tishga. Tenteren. Bir vaqtlar Namangan shahrida Damas avtomobillarining ko'pligi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'lgan edi. Ammo men bu tashrifimda shunga amin bo'ldimki, bunday ko'p Moskvichlar soni hattoki Moskvada ham bo'lmasa kerak. Endilikda bemalol bu avtomobilni Moskvich emas, Namanganец deb atasa bo'ladi. Yaxshi qol, ey dilbarim dildakadar ketmoqdaman. Bizning safarimiz ham xuddi ko'rsatuvimiz kabi
o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Aynan Namangan shahriga. Sizlar bilan davr mashinasi bo'ldi. Men Sharipov Saydolimxon. Ko'rishguncha. Yaxshi qavli dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Yaxshi qavli dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman.